So'nggi kunlarda internet platformalarida xonanda Nilufar Usmonova va uning onasi mashhur san'atkor Yulduz Usmonova atrofidagi bayonotlar keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Xususan, Nilufar Usmonova turmush qurish bo'yicha keladigan takliflarga qanday munosabatda bo'lish haqida gapirib o'tdi. Xonandaning aytishicha, hayotida turli xil takliflar ko'p bo'ladi va u bunday vaziyatlarda avvalo insonning e'tibori hamda muhabbatini saqlashga harakat qiladi. Rahmat qabul qildim deydi xonanda. Chunki bir insonning e'tibori muhabbatini yerga tushirishga haqqim yo'q deydi xonanda Nilufar Usmonova. Xonandaning ta'kidlashicha, ayrimlar uning ajrashganini eslatib, turmush qurishni taklif qilsa, boshqalar turmush qurmasdan birga yashash kabi variantlarni ham aytib o'tdi. Har xil variantlar ko'p deydi xonanda. Lekin men o'zimning hayotimda juda baxtliman deydi xonanda. Nilufar Usmonova bu borada o'z tanloviga sodiq ekanini bildirdi. U shuningdek, hayotidagi yaqin insonlar uchun ham doimo duo qilishini aytib, Allohim bevaqt o'lim berma deb ko'p duo qilaman deydi xonanda. Hayotimda kim bo'lsa shu insonning umrini ziyoda qilgin deb duo qilib turaman deydi xonanda Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova vaqtni yaqinlari bilan o'tkazishda bir-biriga bo'lgan e'tibor va mehrda ko'rishishini qo'shimcha qildi. U omma orasida Yulduzning qizi deya e'tirof qilishiga ham munosabat bildirib o'tdi. Xonandalarning turli intervyularda aytilgan fikrlar jamoatchilik e'tiborini tortdi va turli qarashlarni yuzaga chiqardi. Avvalroq Yulduz Usmonova bergan intervyularning birida oila masalasi, ajrashish mavzusi haqida keskin fikr bildirgan edi. U ajrashishni qoralab, har qanday holatda ham oilani saqlab qolish kerakligini ta'kidlagan. Ushbu fikrlar ayrimlar tomonidan ogohlantiruvchi va hayotiy tajribaga asoslangan deb qabul qilingan bo'lsa, boshqalar tomonidan qattiq tanqid ostiga olindi. Ayniqsa ajrashgan ayollar haqida ishlatilgan iboralar ko'pchilikning xafagarchiliklariga sabab bo'ldi. Oradan vaqt o'tib, Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar Usmonova ham intervyularda shaxsiy hayotiga doir fikrlarni bildirib o'tdi. U turmush qurish takliflari bo'layotgani, biroq oilada sabr, toqat va ajrashmasdan yashash muhimligi haqida gapirib o'tdi. Bu esa yana jamoatchilikda qizg'in bahslarni keltirib chiqardi. Ayrim internet foydalanuvchilari Yulduz Usmonovani ikkiyuzlamachilikda ayblab, o'zi va qizi ajrashgan bo'lsa-da, boshqalarga bunday keskin maslahat berish to'g'rimi degan savollarni o'rtaga tashladi. Boshqa bir qatlam esa bu fikrlarni shaxsiy hayotiy saboq va yosh avlodni ehtiyotlikka chaqirish sifatida qabul qildi. Ushbu holat yana bir bor shuni ko'rsatdiki, mashhur insonlarning har bir so'zi jamoatchilik oldida katta aks-sado beradi. Oila, nikoh va ajrashish kabi nozik masalalarda bildirilgan fikrlar esa jamiyatda turli his-tuyg'ularni uyg'otishi tabiiy. Eng muhimi, bunday bahslar orqali insonlar bir-birini haqorat qilish emas, balki o'zaro hurmat va tushunishga chaqirilishi kerak. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.